Jo Vitalining Marketing ma'naviyati kitobi dunyodagi eng bozori chaqqon kitoblardan biri sanaladi. Uning elektron kitoblari magnitofonda eshitish qulayligi bilan ustunlikka ega. U Amerika Marketing assotsiatsiyasi va Amerika Menejmentlar assotsiatsiyasi uchun bir nechta kitoblar yozgan. U marketing bo'yicha eng tajribali mutaxassislardan biri va o'quvchini o'ziga maftun etadigan kitoblar yozuvchi ijodkor. Jo Vitalining qo'lingizdagi kitobi ham o'ziga xos bo'lib, odamlarni hamisha yaxshilik qilib yashashga undashi bilan qimmatli ahamiyatga ega. Unda mavzuni kengroq yoritish maqsadida boshqa mualliflarning fikrlari va maqolalari ham o'rin olgan. Jo Vitali. Pul topishning ulkan siri. Kirish. Sarf etish qudrati. Bu voqea ko'p yillar ilgari jazirama yoz kunlarining birida sodir bo'lgandi. Bir oziq-ovqat do'konidan 2 marta xarid qilishimga to'g'ri keldi. O'sha kunlari do'konga tez-tez qatnashimning asosiy sababi bir haftalik yegulik sotib olish uchun yonimda yetarli mablag' yo'q edi. Bir necha oy avval og'ir kasallikdan so'ng xotinim vafot etgandi. Uning hayotini sug'urta qildirmagandim. U meni navnihol yoshida xarajatlar dengizi va hisob-kitoblar tog'iga tashlab ketgandi. Men yarim kun ishlardim. Maoshim yegulikka zo'rg'a yetar, 2 bolamning xarajatlaridan deyarli pul ko'paytirolmasdan rosa qiynalardim. Qiyinchiliklar qalbimga azob bergani yetmaganday, hamyonimda atigi $4 pul bor edi. Bu pulga do'kondan sut va bo'lkanon sotib olish mumkin edi xolos. Bu yeguliklarga bolalarimning qorni to'ymas, boshqa narsa sotib olishga esa imkoniyatim yo'l bermasdi. Chorasizlik jon-jonimdan o'tib ketgan edi. Do'kondan qaytayotib, yo'ldagi qizil chiroqda to'xtadim. O'ng tomondagi yo'l chekkasida turgan yosh erkak bilan yosh ayol va ularning bolasiga ko'zim tushdi. Ularning yuzlari kuyovning ayovsiz nurlari ta'sirida qorayib ketgandi. Erkakning qo'lida qornimni to'ydirish uchun ishlashga roziman degan yozuvli karton qog'oz bor edi. Ayol uning yonida turgancha qizil chiroqda to'xtagan mashinalarning saloniga intiqlik bilan tikilardi. Taxminan 2 yoshlardagi bolakay esa maysalar ustida o'tirib, bir qo'lli qo'g'irchog'i bilan bamayli xotir o'ynardi. Bularning barini svetoforning qizil chirog'i o'chib, yashili yonmasdan avvalroq atigi 10 soniya ichida ilg'adim. Ularga bir necha dollar berishni juda ham xohlardim. Afsuski o'zim ham bechorahol bo'lib, cho'ntagimda atigi non va sutga yetadigan pulim bor edi. Yashil chiroq yonganida esa men ularga oxirgi marta aybdorlarcha nigoh tashlab yo'limda davom etdim. Erkakning o'ychan nigohi va oilasining ahvoli menga qattiq ta'sir qilib, xotirjamligimni o'g'irladi. Men ularning holatini tushunar va bu oilaga qandaydir yordam berishim kerakligini his qilib turardim. Bu his meni ortga, ularning yoniga qaytishga majbur etdi. Men cho'ntagimdan $2 olib, erkakning qo'liga tutqazdim. U menga minnatdorchilik bildirar ekan, ko'ziga yosh oldi. Men ham unga jilmayib, o'z yo'limda davom etdim. Biroq endi men cho'ntagimda qolgan pulga faqat sut yoki non sotib olishim mumkin edi. O'zimning ahvolim achinarli bo'lsa-da, ularga ehson qilganimdan umuman afsuslanmadim. Mayli, faqat sut yoki non sotib olishni rejalashtirdim. Mashinamga o'tirib, to'xtash joyiga borgunimcha bu haqida o'ylab, ko'nglim yorishdi. To'g'ri yo'l tutganligimni esa qarshimdan chiqqan tuhfa tasdiqlab turardi. Uni ko'riboq kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Men yanglishmayotganimga amin bo'lish uchun ishonib-ishonmay mashinadan tushdim. Asfalt yo'lda $20 banknot, ya'ni banklar tomonidan chiqariladigan va pul o'rniga yuradigan foizsiz kredit biletlari yotardi.
Avvaliga men ko'zlarimga ishona olmadim. Qo'limga olgach, uning haqqoniyligiga amin bo'ldim. U kimniki ekani esa noma'lum edi. Men tezda do'konga borib, nafaqat non va sut, balki boshqa kerakli oziq-ovqat mahsulotlarini ham xarid qildim. Men doimo bu voqeani esda saqlayman. U menga hamisha biz yashayotgan olam g'ayrioddiy va sirli voqea-hodisalarga to'la ekanini anglatib turadi. Mazkur tasodif menga so'nayotgan ishonchimni qaytarib berdi. Men $2 berib $20 ega bo'ldim. Taqdirning bu tuhfasidan minnatdor bo'lib ortga qaytar ekanman. Kambag'al oilaga yana $5 ulashib, ularni ham xursand qildim. Bu voqea hayotimda sodir bo'lgan tasodiflardan biri xolos. Bu kabi xotiralar boshqalarga qancha ko'p hadya bersang, shuncha ko'p narsaga ega bo'lasan degan taassurot uyg'otadi. Shu kabi fikrlarni jamlagan hayotiy qonunlarimizdan birini quyidagicha ifodalashimiz mumkin. Nimagadir erishishdan avval nimanidir qurbon qilmoq lozim. Ushbu haqiqat esa mana bu 2 misrali she'rda quyidagicha bayon etiladi. Qadim zamonda bir tavakkalchi bo'lgan ekan. U ko'plarga hadya berib, so'ng bo'yib ketgan ekan. Ko'pincha bizga hech narsa berishmayotgani to'g'risida o'ylaymiz. Agar biz atrofimizga yaxshilab nazar solsak, barchasini ko'rishimiz mumkin. Bizning nazarimizda juda kichik bo'lib tuyulayotgan narsalar ham aslida bizga berilgan tuhfaligini ba'zan unutib qo'yamiz. Aslida kichik hadyalar bersak va javob tariqasida o'zimiz ham unga ega bo'lsak, bu biz uchun boylik olamiga yo'l ochilayotganidan darak beradi. Endi boylikning o'zi biz tomonga ishonch bilan nazar solmoqda. Balki siz bu so'zlarimga ishonmassiz. Ehtimol fikrlarim balandparvoz gaplar bo'lib tuyulayotgandir ham. Ishonmasangiz chin ko'ngildan birovga hadya bering. Shunda o'zingiz ham buning natijasini ko'rasiz. Mazkur qonuniyatning haqqoniyligi shundaki, siz hadya bermasdan tuhfa ololmaysiz. Bu qonuniyat sizning qarashlaringiz bilan hisoblashmaydi. Boylik yo'lida avvalo o'zingiz birinchi bo'lib qadam tashlashingiz kerak. Shunday ekan, berilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalaning. Mahoratingizni ishga soling. Boyish yo'lidagi o'ziga xos tarixingizni yozish uchun ba'zan o'zingizga saxiylik bilan javob qaytaring. Ba'zi voqealar sizga kechmishlaringizni, yo'qotishlaringizni eslatib, barchasi behudaligini tasdiqlayotgandek bo'ladi. Lekin o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Sizga mo'maygina berishlari uchun siz ham shunga yarasha ulashing. Siz boshqalarga hadya ulashayotganingizda yuragingizni vahima, cho'chish egallamasin. Bu jarayon samimiylik bilan amalga oshirilmasa, ya'ni siz chin ko'ngildan bu ishga qo'l urmasangiz, kutilgan natijaga erisha olmaysiz. Bu ishni zavq va qo'li ochiqlik bilan bajarsangiz, u shu tarzda amalga oshadi. Siz shu tariqa o'z hayotingizdagi boylik eshiklarini oching. Unutmang, qancha hadya bersangiz, undan ko'prog'iga ega bo'lasiz va kambag'allikdan qutulasiz. Yaratgan egam bizga shunday o'git bergan. Bering va taqdirlaning. Mazkur o'gitni o'z hayotingizda sinab ko'ring. Bu sizga yoqadi. Jon Xericharan. Eslatma. Jon Xericharan suvda harakat qilishdan oldin qayiqqa ega bo'ling deb nomlangan mashhur kitobning muallifidir. Pul topishning ulkan tarixiy siri. Agar siz pul topishni istasangiz, shu ishni albatta bajarishingiz lozim. Sayyoramizdagi boylarning barchasi shunday qilishgan va shunday qilib kelishmoqda. Bu fikr barcha tarixiy manbalarda qayd etilgan va bugungi kunda ham bu haqda yozishmoqda. Boyishni astoydil istaganlar shunday qilishadi. Biroq ayrimlar boyishni istashadi-yu, bu qonuniyatni bajarishga jur'at etisha olmaydi, cho'chishadi. Buning nimaligini bilasizmi? Andrew Carnegie ham shunday qildi. U sanoat magnatiga aylandi. Bu tarixiy sirning asosi nimadan iborat? Bunga qanday erishiladi?
pul ulashing. Bu haqiqat. Ularni ulashib chiqing. Sizning ichki olamingizni tushunishga yordam beradigan odamlarga pullaringizni ulashib chiqing. Sizni ilhomlantiradigan, sizga xizmat qiladigan, sizni davolaydigan, sizni sevadigan odamlarga pullaringizni ulashing. Siz pullaringizning qaytishini aynan o'sha odamdan kutmang. Ular bilan hisoblashib o'tirmang. Bu pullar sizga boshqa tarafdan yanada ko'proq bo'lib qaytishi shubhasiz. 1924-yilda Jon Rokfeller o'g'liga yozgan xatida pul ulashishning shunday tartiblarini aytib o'tadi. Pul topishni endi boshlagan paytlarimda, faoliyatimning boshlang'ich davrida daromadim ko'payib borgani sari ulashiladigan pullar miqdorini ham shu darajada oshirib bordim. U nima haqida gapirayotganini tushundingizmi? U kattaroq daromad olish uchun barcha pullarini ulashib chiqdi. Butun umri davomida $550 million ulashdi. Ba'zi odamlar Rockefeller pullarini 10 sentdan maydalab reklama kompaniyalariga ulashdi va o'zining yuqori maqsadli imijiga ega bo'ldi deb hisoblashadi. Biroq bunday emasligini Rockefellerning jamoatchilik bilan aloqalaridan yaxshigina xabardor Ivy Lee tasdiqlaydi. Lining mashhur olomon amaldori deb nomlangan tarjimai holida Ray Eldon Haybert 10 yilliklar mobaynida Rockefeller pullarini o'z xohishicha ulashganini ta'kidlaydi. Barnum ham pullarini boshqalarga ulashgan. Mijoz har daqiqada tug'ilishi mumkin deb nomlangan kitobimda yozganimdek, Barnum go'yo daromad keltiradigan xayr-ehsonga juda ishonardi. U pul tarqatish orqali boylikka erishish mumkinligini bilardi. U ham dunyoning eng boy odamlari safiga qo'shildi. Andrew Carnegie ham kattagina summani ulashib yubordi. Shubhasiz u Amerika tarixidagi eng boy odamlardan biri bo'ldi. Mashhur BBDO reklama kompaniyasining asoschilaridan biri va Muvaffaqiyatning 7 siri nomli kitobimning asosiy qahramoni Bruce Barton ham pul ulashish qoidasiga ishonardi. 1927-yilda u shunday deb yozgandi: Agar inson uzoq vaqt yaxshilik qilsa, bu uning odatiga aylanib qoladi. Dunyodagi barcha yorqin kuchlar uni himoya qiladi va u haqida qayg'uradi. Barton o'qimishli asarlar muallifi, afsonaviy tadbirkor, fan va san'atga homiylik qiluvchi saxiy homiy, davlatmand insonga aylandi. Kimdir tarixda o'tgan moliya magnatlari ko'p miqdordagi boylikka ega bo'lganlari uchun ham ularni o'ng so'llariga qaramay ulashishganda deyishi mumkin. Men hech ikkilanishsiz bu fikrga javoban, ular chin ko'ngildan pul ulashganlari sababli ham shuncha boylikka erishishgan deb ayta olaman. Sarf etish maqsadga yetaklaydi. Sarf etish yanada ulkan boylikka eltadi. Takrorlayman. Sarf etish maqsadga yetaklaydi. Sarf etish yanada ulkan boylikka eltadi. Bugun biznes olamida obro'li tashkilotlarga pul berish urfga aylandi. Ular homiylik qilish bilan birga o'z imijlarini mustahkamlashadi va albatta pul olgan tashkilotga ham ko'mak berishadi. Anita Rodzikning kiyim-kechaklar sotadigan do'konlar tarmog'i, muzqaymoq ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanuvchi Ben Cohen, Jerry Greenfield shoxobchalari, Ivan Shuinartning Patagonia kompaniyasi faoliyati misolida biznesda yaxshi daromadga ega bo'lish uchun xayr-saxovatning qanchalik ahamiyatga ega ekanligini ko'rish mumkin. Men bu yerda aytib o'tganlarim pul ulashish borasidagi aniq misollardir. Bu misollar vositasida muhtojlarga qancha pul bersangiz, undan ko'prog'iga ega bo'lasiz demoqchiman. Ayrim odamlar pul ulashishning noto'g'ri usulini qo'llab, arzimagan summani tortiq etishadi. Ular o'z qo'llarida katta summani ushlab qolib, saxovatlarining foydasini kutib yotishadi. Ular pashshadek ulashib, fildek natija kutishadi. Mana nega ular muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Siz berishingiz shart bo'lsa,
ko'proq bering va shunga yarasha muvaffaqiyat kuting. Pul berishga oid ushbu g'oya to'g'risida ilk bor eshitganimni eslayman. O'shanda men buning aniq sxemasi mavjud va pul ulashishni targ'ib etayotgan kishi shu yo'l bilan mendan pul undirmoqchi deb o'ylagandim. Agar men ziqnalik qilib ozroq pul bersam-chi? Tabiiyki, men ozroq bersam ko'proq qaytadi deb kutgandim. Biroq men oz berdim va oz miqdorda pulga ega bo'ldim. Bir kuni men pul ulashish qoidasini sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Men ilhombaxsh hikoyalarni xush ko'raman. Ularni chin dildan o'qiyman. Tavsiyalariga quloq tutaman. Qayg'ulariga sherik bo'laman va boshqalarga hikoya qilib berishdan erinmayman. Kun bo'yi men va boshqalar bilan elektron pochta orqali muloqotda bo'lib, qiziqarli nomalar jo'natgani uchun www.tut.com sayti tashkilotchisi Mayk Duliga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'ldim. Unga pul berishga qaror qildim. Ilgariroq bu qarorga kelganimda balki bor yo'g'i $5 pul berardim. Hali kam maosh olgan, kundalik ehtiyojlarimdan deyarli ko'paytira olmagan, pul ulashish qonuniyatiga ishonmagan paytlarimda shunday bo'lishi tabiiy edi albatta. Hozir esa butunlay boshqa davr. Chek daftarchamni oldimda unga $1000 chek yozib berdim. Ayni damda butun umrim davomida birinchi marta shuncha katta miqdordagi pulni ehson qilishim edi. To'g'ri, bu harakatim anchagina asabiylashishimga sabab bo'ldi, lekin uning natijasi meni ko'proq qiziqtira boshladi. Tafovutni his qilishni xohladim. Men Maykni taqdirlashni istadim va bu bilan nimaga erishishim mumkinligini ko'rishga juda qiziqdim. Mayk esankirab qoldi. U pochta orqali yozgan chekimni oldi va uyiga borayotib katta yo'l chetidagi ariqqa tushib ketishga sal qoldi. U bunga ishonolmayotgandi. Hatto menga qo'ng'iroq qilib tashakkur ham bildirdi. Uning bolalarcha hayratlanishi esa meni quvontirib yubordi. Bu holat go'yoki o'zimni $1,000,000 bor boyvachchadek his etishga majbur qildi. Buni yodda tuting. Uni baxtiyor qilganimdan behad shod edim. Unga pul berganimdan o'zim huzurlandim. U bu pullarni nimaga ishlatishidan qat'iy nazar men o'zimni juda yaxshi his etayotgandim. Yaqin birodariga yordam berish hayratlanarli hissiyot baxsh etishi nimaga ishongan bo'lsam, shuning davomi sifatida taassurot uyg'otdi. Ichki shijoat bilan unga yordam berganligimni anglatardi. Shundan so'ng esa ajoyib voqealar sodir bo'ldi. To'satdan notanish bir kishi menga qo'ng'iroq qilib, o'zining kitobiga hammualliflik qilishimni so'radi. U meni Maykka bergan pulimdan bir necha barobar ko'p miqdorda haq to'lanadigan ishga taklif etdi. Undan keyin Yaponiyadagi nashriyotdan bir kishi qo'ng'iroq qildi. U marketing ma'naviyati deb nomlangan kitobimga tarjima qilish huquqini berishimni so'radi. U ham menga Maykka bergan pulimdan bir necha barobar ortiq pul berishini aytdi. Tug'ma gumondorlar bu voqealarning bir-biriga hech qanday aloqasi yo'q deyishlari mumkin. Balki ular shunday o'ylashar, lekin men bu voqealar bir-biriga bog'liqligini his etaman. Maykka pul jo'natganimdan keyin endilikda oyoqda mustahkam turib, yangicha hayot boshlashim mumkinligini o'zim va butun dunyoga baralla ayta olishim mumkin edi. Bundan tashqari, magnit kabi men tomonga pullari tortib keluvchi bersangiz, demak olasiz qoidasini ishga tushirgandim. Vaqtingni ajrata bil, shunda vaqtdan yutasan. Meva bersang, sen ham mevaga ega bo'lasan. Sev, seni ham sevishadi. Pul bersang, sen ham olasan. Hatto shu maslahatlardan bittasiga amal qilsangiz ham moddiy ahvolingizda o'zgarish sodir bo'ladi. O'tgan hafta mobaynida sizni ruhlantirgan biror kishi yoki odamlarni eslab ko'ring. Kim to'kis hayotni, muvaffaqiyatlaringiz va oldingizga qo'ygan maqsadingizdan quvonishni his etishga majbur qildi? Bunday odamlarga pul bering. Ularga chin ko'ngildan nimanidir taqdim eting. Ziqnalik qilmang. Hotamtoy bo'ling.
aynan shu odamlardan olishingizga umid qilmasdan, lekin qaytishiga ishonib taqdim eting. Agar shunday munosabatda bo'lsangiz, tez orada hayotingizga farovonlik kirib kelishini ko'rasiz. Bu pul topishning tarixiy muhim siridir. Agar siz buni ko'rsangiz, unga qo'l uring. Agar siz shunga qo'l ursangiz, uni his eting. Agar siz shuni his qilsangiz, uni seving. Agar siz uni sevsangiz, unga hadya eting. Chunki hadya berish qobiliyati singari boshqa hech bir narsa o'zingizga bo'lgan ishonch, farovonlik va muhabbatingiz haqida butun dunyoga jar sololmaydi. Qachonki bu haqida butun olam eshitsa, sizga juda ko'p narsa taqdim etadi. Mukofot tariqasida emas, albatta. Chunki siz haqiqatdan ham o'zingizga boylik va muhabbatga chin dildan ishonasiz. www.tut.com saytidan olindi. Qonunni harakatlantirishning ulkan siri. Kunlarning birida bir xonim telefonda mendan so'radi. Ko'p yillardan beri ehson qilib kelaman, biroq boyligim ko'payganini sezmadim. Men nimani noto'g'ri bajardim ekan? Siz kimga pul berasiz? Mahalliy ibodatxonaga. Nima uchun ularga pul berasiz? So'radim men. Ular shunga muhtoj. Ularga pul berayotganingizda o'zingizni qanday his etasiz? Go'yoki ulardan oldida o'zimni qarzdordek sezaman. Lekin pul berayotganingizda aslida o'zingizni qanday his qildingiz? Go'shakda jimjitlik. Mayli, to'g'risini ayta qolay, bu holat men uchun juda og'riqli kechadi. Iqror bo'ldi u. Chek yozib berayotganimda yuragimni ham og'riq sezadi. Yomon, dedim taassuf bilan. Agar siz pul berayotganingizda o'zingizni noxush his qilib, yomon narsalar to'g'risida o'ylagan bo'lsangiz, ta'kidladim men. Aminmanki, pul xotirangizda yomon tuyg'ular qatorida saqlanib qoladi. Siz albatta o'zingizda noxush tuyg'ularni hosil qilish bilan birga ko'p pul kelish yo'lini ham to'sib qo'yishni istamasangiz kerak. Voy, men muammoning bu tomonini hech qachon o'ylab ko'rmagan ekanman. Agar sizdan kimdir pul so'raganda yoki hatto bu haqda yalinib yolvorganda ehtiyojmand odamning o'tinchini qondirsangiz, bu harakatingiz bilan uning pulga bo'lgan ehtiyojini yanada oshirasiz. Men tushuntira boshladim. Boyligingizni ko'paytirish uchun esa kimga pul berishingizdan qat'iy nazar, bu ishingizdan huzurlanishingiz lozim. Boshqacha aytganda, siz ehtiyojmandga pul bersangiz, oliyjanoblik qilgan bo'lasiz. Shunday qilganingiz yaxshi, lekin bu men aytgan qonuniyatga kirmaydi. Men tushundim, dedi u. Men unga yordam bera olmasdim, lekin o'ylashimcha, bunday qobiliyatga ega emasligimni anglashi uchun koinotdagi qandaydir kuchlar unga yordam bergandi. Siz nimani tushundingiz? So'radim men. Men ibodatxonaga xuddi sadaqa so'rayotgan kambag'alga nazar tashlagan kabi qarar ekanman, dedi u. Yuragim u yerda taskin topgani uchun ham ibodatxonaga pul berishni istardim. Men u yerdan ba'zan izlaganimni topardim, ba'zan esa yo'q. Siz hammasini juda yaxshi tushunibsiz, dedim men. Hammasi o'z o'rniga tushdi. Siz o'zingizga yoqqan har qanday ish uchun pul berishingiz mumkin. Men ham bir qancha tashkilotlarga yordam berganman, lekin bu fidokorligim uchun moddiy yuksalishni umid qilmaganman. Bu chin ko'ngildan qilingan yordam, lekin u ruhiy qonuniyatni harakatga keltirishi shart emas. Ruhiy taskin topishingiz mumkin bo'lgan joyga juda osonlik va ozgina umid bilan pul hadya etsangiz, ajoyib kunlarning birida ruhiy qonuniyat harakatga tushadi hamda moddiy imkoniyatlaringiz kengayadi.
Xayrli maqsadda ehson qilish orqali ruhiy taskin topsangizgina qonuniyat harakatga tushadi. Agar shunday bo'lmasa, demak odamlarga yordam berish uchungina saxovat ko'rsatgansiz. Shubhasiz bu oliyjanoblikdir va men ham shunday qilishingiz kerak deb aytaman. Takrorlayman, ushbu kitobning asosiy mavzusi pul topishning ulkan tarixiy siri hisoblanadi. Har doim ruhiy taskin va ma'lumot oladigan joyga erkin va chin dildan pul taqdim etsangiz va bundan huzurlansangizgina bu muhim sirni harakatga keltira olasiz. Pul bu ehtiyojning tashqi ko'rinishi xolos. Georgiana West. Muvaffaqiyat qozonishning 10 qoidasi. Boylikka eltuvchi ulkan maxfiy eshik. Bugun men ancha yillardan beri yo'qotib qo'ygan do'stimdan chek oldim. Chek menga yuborilishi kerak bo'lgan pulning bir qismigagina yozilgan edi. Shunga qaramasdan, deyarli 10 yildan keyin do'stimning yodiga tushib qolganim uchun xursand bo'ldim. Bundan 10 yil avval u mendan o'zi uchun mukammal bozor strategiyasini ishlab chiqishimni so'ragandi. O'sha paytda men bu ishni bir necha $100 bajarishimni aytgandim. U rozi bo'ldi va to'lashga so'z berdi. Men buyurtmani bajardim, lekin u men bilan hisoblashmadi. U mening do'stim edi. Shuning uchun mehnat haqqimni to'lashini o'ziga qo'yib bergandim. Oylar ortidan yillar o'tdi. U boshqa shtatga ketdi. Men boshqa shaharga keldim. U o'z yo'liga ketdi. Asosiysi, u mening e'tiborimdan qoldi. Men o'z yo'limni topdim va qisqa muddatda kitoblar va audio yozuvlarimni chiqarishga kirishib ketdim. Hamda ijodiy ishlarimni ijtimoiy tarmoq orqali tarqatganim uchun mashhur kishilar safidan joy oldim. Bir necha oy oldin ajoyib kunlarning birida elektron pochtam orqali bir kishi uning kitobiga hammualliflik qilishimni so'rab murojaat etgan edi. Notanish kishi o'z maktubida ko'pchilik do'stlarimni tanishini yozgandi. Sanab o'tilganlar orasidan qarzdor do'stimning familiyasiga ko'zim tushib qoldi. Uning ismini o'qiganim zahoti yuzimga qon yugurdi. Jahlim qo'zib ketdi. Aldanganimni, izzat nafsim poymol etilganini his qildim. Bir necha marta chuqur nafas oldim. O'zimni o'zim savolga tuta boshladim. Tushundimki, koinot bu katta maydon va unda bo'yishning ko'plab yo'llari mavjud. Endi hisob kitoblarni unutmaslik, boyimaslikka asos bo'la olmaydi. Do'stimning qarzidan kechishga qaror qildim. Xayolan shunday qildim va hammasini unutishga kirishdim. Pulga muhtojlik sezmasdim. Shu singari o'zimning haqligimni isbotlashga ham muhtojligim yo'q edi. O'tganlarni tahlil etib shuni aytishim mumkinki, u 9-yili elektron pochtamga xat jo'natgandi. Uning e'tiroficha mendan qarzdorligini unutmagan. U bir joydan ikkinchi joyga ko'chaverib juda qiyin ahvolga tushganini, professional notiq bo'lish uchun tirishayotganini tushuntirgan edi. U shuningdek o'rtamizdagi munosabatlarni tiklashni, do'stligimiz bardavom bo'lishini xohlashini ham qo'shimcha qilgandi. Men unga kichikroq maktub yubordim. Unga vijdoni azoblanayotgan bo'lsa, qarzining kichik qismini to'lashi mumkinligini taklif etdim. Taxminan 20%. U taklifimga rozi bo'ldi. U menga yana chek yubormadi. U nohaqlik qildi. Bir necha oy o'tib, men undan yana elektron maktub oldim. Unda o'z holatini bayon etgandi. Men bu ishni o'z holicha qoldirdim. U qaytarmaslikka nechog'li urinmasin, pullar menga qaytishini bilardim. Albatta uning hisobidan emas. Olam, xohlasangiz, hokimiyat deb e'tirof etishingiz mumkin. Mendan ham, sizdan ham qudratlidir. Bundan ko'rinadiki, pulning menga qaytishini istasam, demak men u tizilib oqadigan joyga bo'lishim kerak. Xotirjamlikka erishish uchun esa yaxshiligi bor joyda bo'lish lozim. Yuqorida yozganimdek chekni mana bu gal oldim.
Do'stim shu chekni yozayotganida nimani his etganini tasavvur ham qilolmayman. O'sha paytda uning yuragi quvonchga to'lganiga aminman. Agar rostdan ham shunday hissiyotni boshdan kechirgan bo'lsa, demak pulning tortishish qonuni ishga tushganidan dalolat beradi. Bundan 20 yil avval akam iqtisodiy rejamni qo'llab-quvvatlashda yordam bergandi. Shu vajdan akamga $500 chek yozib berib, bo'ynimdagi qarzimdan qutuldim. Tedga chek yozar ekanman, o'zimni qirollardek his etdim. Ruhiyatimda shunday xotirjamlik hukmron qildiki, shu kayfiyatning o'zini $1,000,000 ga baholagan bo'lardim. Men bu tuyg'uni ruhiy halovat yoki xohlasangiz kechirish, boylikka eltuvchi maxfiy darvoza deb atayman. Siz esa qarzdor bo'lganlari uchun ularni xush ko'rmaysizmi? Yoki pulingiz kimdadir band bo'lib qolganidan alag'damisiz? Mayli, u ketaversin. O'zingiz bilan suhbatlashib ko'ring. Siz do'stlaringizning emas, balki koinot ta'sirida yerdagilarnikidan o'zgacharoq fikrlashga harakat qiling. Pullarni sizga ular berishmaydi, balki ular orqali qo'lingizga tegadi. Agar qachondir darg'azablikdan voz kecha olsangiz, shunda taqdirlanish uchun o'zingizni erkinroq his eta boshlaysiz. Ulkan tuzoqdan ogoh bo'ling. Mazkur kitobning boshlanishidagi maqola pul topishning ulkan siri deb nomlangandi. Bu birinchi bo'limning qisqartirilgan varianti edi. Ushbu maqolani ijtimoiy tarmoq orqali minglab kishilar o'qib chiqishgani uchun u tez orada mashhur bo'lib ketdi. Bir necha elektron jurnal noshirlari undan nusxa ko'chirib tarqatishdi. Ko'plab veb-saytlar maqolani o'z sahifalariga joylashtirishdi. O'nlab kishilar menga maktub yozdi. Ko'pchilik qoyil qolganligini aytib, tashakkur ham bildirishdi. Menga yetib kelgan bir necha elektron maktublar shunisi bilan qiziqarli ediki, ko'pchilik ularga pul berishimni so'ragandi. Bundan ko'rinadiki, ular maqolani o'qib o'zlaricha xulosa chiqarishgan. Ya'ni men ular uchun kim so'rasa pul ulashadigan qo'li ochiq inson sifatida taassurot qoldirganman. Muammo shunda ediki, maqolada boylikni o'ziga tortish siri to'laligicha ochilmagandi. Biroq unda men hech qachon pul so'rang va boy bo'ling deb yozmaganman. Aksincha, qayerdan ruhiy dalda olsangizgina pul bering va shunda pulning tortish qonuniyati ishga tushadi degan fikrni ilgari surganman. Shu bois pul so'rab murojaat etgan maktub egalarining har biriga javob yozdim. Ularga fikrimning asosiy mag'zini tushunarli tarzda bayon etdim. Ulardan birortasi menga boshqa xat yozmadi. Ikki tamoyilni muhokama qilish uchun ushbu misollarni keltirib o'taman. Birinchisi, boyishingizga umid qilib pul so'ramang. Siz faqat ko'chadagi tilanchilarga qarang. Ular qulayliklari bisyor, to'kis hayotda yashashmaydi. Ular qo'l uchida kun ko'rishadi. Yoki pul yig'ish bilan shug'ullanadigan kishilarga boqing. Ularning aksariyati tilanib yurishadi, lekin birortasi o'zini shunday deb o'ylamaydi. Ularga doimo kamlik qiladi. Agar bu holat jumboq bo'lmasa, nima deb atash mumkin? Ikkinchisi, boy bo'lish umidi bilan tilanchilarga pul bermang. Qashshoqlarga yordam bermang deganim yo'q. Shu yerda yana bir bahsli savol tug'iladi. Bergan pulingiz bilan ular o'zlarini tutib keta olisharmikan? Men yana shunday degan bo'lardim. Sizdan faqat so'ragani yoki umid qilgani uchun pul bermang. Chunki ular olam serobligidan mosuvo bo'lishadi. Majburiyat va burch yuzasidan pul ulashishni tuzoq deb hisoblayman. Odamlar ularga pul berish kerakligini aytishgani uchun har doim cherkov ruhoniylari bilan munosabatda shunday muammoga duch kelaman. Chunki ba'zan ular moddiy yordamga muhtojlik sezishadi yoki Bibliyada ham shu haqda yozilgan.
yoki ikkalasi ham birdek sababchi bo'lishi mumkin. Lekin agar siz yoki boshqa kimdir boshqalarga pul bersa-yu, qalbida quvonchni his etmasa, berganlari bir kun o'ziga boylik bo'lib qaytishi dargumon. Qayerga pul berish kerakligini aniqlashning eng yaxshi yo'li quyidagi oddiy savolga javob berishdir. Odatda ko'tarinki xursandchilik kayfiyatini qayerdan olasiz? Agar qayerga pul berish kerakligi masalasiga yana oydinlik kiritishni istasangiz yoki to'ldiruvchi savollarga ehtiyoj sezsangiz, quyidagi savollarga javob berishingiz mumkin. Qayerda sizni go'zallik ma'budasiga qiyoslashgan? Qayerda orzularingiz ushalishi uchun sizni duo qilishgan? Kim hayotda borligingizni e'tirof etib, qalbingizga quvonch bag'ishlagan? Mazkur savollarga javob olish orqali pulni qayerga taqdim etish o'rinli ekanligini aniqlab olasiz. Alohida bir kishiga pul hadya etgandan ko'ra, diniy ibodatxonalarga xayr-ehson qilish katta foyda keltiradi deb ta'kidlashni xush ko'radigan dindorlarning ruhiy ta'siri natijasida ko'pchilikdan noto'g'ri fikr shakllangan. Ketrin Ponder: o'z muvaffaqiyatingizni his etishni o'rganing. Mening ulug' iqrorim. Ko'nglimdagini ochiq aytib bermoqchiman. Boshida bergan pulim yana o'zimga qaytishiga ishonishim qiyin kechdi. Bu holat xuddi pul olish uchun o'ylab topilgan firibgarlikdek tuyuldi va o'zimda alamli og'riqni his etdim. O'ylab pul o'rniga kitob berishga qaror qildim. Kitob. Kitoblarim juda ko'p edi. Ko'p yillardan beri men jurnalist va New Age'da kitob sharhlovchisi bo'lib ishlagandim hamda kattakon kitoblar kolleksiyasiga ega bo'lgandim. Menda keragidan ortiq kitob bor edi. O'sha kitoblarning bir qismini tarqatsam bo'ladi-ku. Bu to'xtamga kelgan paytimni aniq eslayman. O'shanda Houstonda yashardim. Qanday qilib bo'yish haqida mulohaza yuritayotganimda karavotda yotgandim. Kitob ayirboshlab Amerikadagi eng badavlat insonga aylanaman deb o'ylagandim. Aynan o'sha paytda va o'sha yerda taqdim etish qoidasini kitoblar orqali sinab ko'rishga qaror qilgandim. Bir necha kundan keyin men do'stlarimni uyimga taklif qilib, ularga o'zlari kitob tanlab olishlari mumkinligini aytdim. Albatta, men ularga o'zimning barcha kitoblarimni ko'rsatmadim. Ularga bir necha bog'lam kitobni olib chiqib, ular ichidan xohlaganlaricha olishlari mumkinligini aytdim. So'ng bir necha oy mobaynida qayerda ma'ruza o'qisam, o'sha joylarda ham kitoblarimni tarqatishda davom etdim. Men bu o'zgacha ta'sirchan usul diqqatni jamlashda asqotishini sezib qoldim. Savol berganlarga mukofot tariqasida kitob taqdim etishimni e'lon qilganimda, zalda birdaniga jonlanish paydo bo'lardi. Ayni paytda yashash joyim qishloqdagi yer mulkimga qaytganimda esa garajimga 25 yashikka yaqin kitob yig'dim. Hovli to'yi munosabati bilan ko'pchilikni uyimga taklif etdim. Men ularga uylariga qaytishlaridan oldin bu kitoblarni birma-bir ko'rib chiqib, xohlaganlarini olib ketishlari mumkinligini aytdim. Mehmonlar aytganimdek qilishdi. Hatto bir kishi shunchalik ko'p kitob saralab oldiki, ularni mashinagacha olib borish uchun aravacha kerak bo'ldi. Mening ko'plab kitob ulashishim qanday natija berdi? Houstondaligimda qaror qilganimdan boshlab kitob tarqatganim sari ularning soni kundan kunga ortib bordi. Bugungi kunga kelib butun dunyo bo'yicha marketing sohasida juda boy kutubxonaga egaman. Shuningdek, metafizika sohasiga oid juda boy kitob kolleksiyam ham bor. Qachonki odamlar mening oldimga kelishganda, kitoblarimning ko'pligini ko'rishgandan so'ng menga g'oyat ehtirom bilan qarashadi. Ular faqat bir narsani tushunishmaydi. Kitoblarning o'zi men tomonga oqib keladi. Chunki men doim ularni ulashaman. Men ulashishning buyuk qonuniyatini harakatga keltirgan edim. Faqat kitoblar orqali albatta. Bugun esa ko'p pulga ega bo'lish uchun pul tarqata olaman. Mana natija qanday bo'ldi. Hozir Houstonda yashagan paytimdagidan ko'ra boyroqman. O'tgan kunlarim davomida
pullarimni yo'qotishdan qo'rqib kitob tarqatganim uchun juda katta kitoblar zaxirasiga ega bo'ldim. Eshiting va esda saqlang. Nimaga ega bo'lishni istasangiz, aynan shuni taqdim eting. Bizga foyda keltiradigan yo'lni tozalashga burchli emasmiz. Siz kimgadir nimanidir taqdim etsangiz, aynan o'sha narsa yana o'sha inson orqali qaytadi deb o'ylashga asos bo'la olmaydi. Charles Fillmore, Rivojlanish.